dasturxoni uchun noodatiy ta'm va ko'rinishga ega bo'lgan shirinlik tayyorlab barchani xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan turk oshxonasiga mansub bo'lgan mazali og'izda eriydigan pechenyelar tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni idishga bitta tuxum chaqishdan boshlaymiz. Va ketidan 100 ml yog', smetana, man xolodilnikning burchagida qolib ketgan ozgina qaymog'ni ham sovg'a. Xona haroratida eritilgan sariyog', shakar upasi, manna kruppa solamiz. Unimiz ustiga bir choy qoshiq razrixizrdan solib, barcha massamizni yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamirga olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng uni shunaqa kichkina zavonachalarga bo'lib olamiz. Pechenyelarimizga noodatiy ko'rinish berish uchun cholamizni yordamga chaqiramiz. Xamirimizni qattiq bosmasdan sekin shunaqa qilib yoyib olamiz va o'rtasiga nachinka solib, men nachinka sifatida bodom va shakardan foydalandim. Nachinkani sog'olib, atroflarini birlashtirib, yaxshilab yopib olamiz va sekin o'kiramiz. Birin-ketin barchasini xuddi shunaqa qilib to'kib olamiz va qizigan duxovkamizga 170 gradusga 40-45 daqiqa yuboramiz. Pishib chiqqan pechenyelarimiz sovimasdan ustidan qiyomimizni quyib olamiz. Fistashka bilan bezak beramiz. Ko'zingizni yayratsin.